Mayli, men ketdim. Tinchlikmi o'g'lim, qayerga? Biroz aylanib kelaman. Ruxsat bormi? Ruxsat senga. O'zingga qara. Aylanib kel. Minnatdorman. Aka, sizni bunday ko'rish ham bor ekanda. Nima bo'pti? Yordam beryapman axir. Bilmasam aka, siz odatda unday emasdingiz. Biroz g'alati tuyuldi-da. Men ham o'tirib olib sizlarga yordam bera olmayapman. Oyijon, siz o'tiring. 40 yilda bir dasturxonni biz tayyorlaylik. Mayli, bo'pti, sizlar aytgandek bo'lsin. Nega men bu musiqani yaxshi ko'raman? Ana, qani, marhamat oyi. Bu kecha taomlar bizdan. Ko'ramiz, yoqarmikin? Bunisi ham bo'ldi. Endi dasturxonga marhamat. Qani keling, marhamat. Qani? Rahmat. Nega qarayapsiz? Boshlang. Oling. Yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Ovqatlar qalay chiqibdi? Yoqdimi? Judayam. Qo'lingiz dard ko'rmasin, rosa shirin chiqibdi. Chindanmi? Shohona. Barakalla. Hozir kelaman. Eshitaman, Umut. Jahling chiqmasin akajon, ammo bir gap aytaman. Aytaver, ukajon. Men keldim. Qanaqasiga? Qayerga kelding? Shu yerga, yoningizga.
Biror gap bo'ldimi? Tinchlikmi? Yana nima bo'lsin aka? Sog'indim. Oyimni, oilamni ko'rmaganimga 20 yil bo'ldi. Shoshma. Sen chindan tashqaridamisan? Ya'ni shu yerdamisan? Ha, eshik oldidaman. Derazadan sizga qarayapman. Juda chiroyli ko'rinyapsizlar aka. Juda ko'rgim keldi. Hamma shu yerda. Oyim, sen, Eylem. Men ham keldim. Ukangizga eshikni oching. Shoshma, birodar, shoshma. Biror narsani boshlamaylik. Men hozir tashqariga chiqaman, bo'ptimi? Kutib tur. Oyijon, men tashqariga chiqib kelay. Yana nima bo'ldi shu mahalda? Tez qaytaman. Qachon nima qilyapsan bu yerda? Qani yurchi. Yur. Bekut. Umut. Biz nimaga kelishgandik, birodar? Mayli, xo'p, chidolmadim. Mana keldim, nima qilay? Oyimni ko'rishni istayman. Uni quchoqlashni istayman. Uni oyi deyishni istayman. Unday qilma, ukajon. Unday qilma. Gaplashganimizni unutma. Unutmayman, aslo. Ammo o'zimga gap o'tkaza olmayapman. O'tinaman. Meni ham tushun. Sen ham haqsan. Nima bo'ldi, xola? Ovqatlar yomon chiqibdimi? Ovqatdan emas, o'g'lim. Nima bo'ldi? Nega yuragingiz siqilyapti? Charchadim shekilli. Biroz tashqariga chiqib kelay. Albatta, xola. Mayli, xola, men ham siz bilan chiqaman. O'g'lim, men biroz yolg'iz qolay. Xola, men ham chiqa qolay. Soya kabi bo'laman. Siz hech ham xavotir olmang. Meni borligimni sezmaysiz ham, so'z beraman. Bo'ldi, Parij, o'zlari chiqib kelsinlar. Xo'p, mayli, xola, unda o'zingiz chiqib kelavering. Ukajonim, men seni oyimning oldiga olib borishni istamaymanmi? Istaysan, albatta. Oyim umr bo'yi shuni kutdilar o'zi. Buni yashirish osonmi? Ammo xatarli bo'lmaydi. O'tinaman, meni tushun, ukajonim. Shunday deysanmi? Shunday deyman. Shunday deyishga majburman. Boshqa choramiz yo'q, oz qoldi. Sabr qil. Kutamiz. Sabr qilamiz, Umut. Umut. Umutmi? Sen Mertni Umut dedingmi? Gapirsangchi, o'g'lim. Sen uni Umut dedingmi?
Oyi. Umut. Oyijon. O'g'lim. O'g'lim. Bolaginam. Bolaginam meni. O'g'lim. Canım, canım benim. Meni kechira olasizmi? Qilgan yomonliklarimni kechira olasizmi? Bo'ldi o'g'lim, jim. Qurbon bo'lay senga. Chekkan butun azoblaringiz men tufayli. Sizni ko'p xafa qildim. Sizni, akamni, elimni. Yo. Sen bola eding. Sen kichik eding. Sen yolg'iz o'zing ko'chalarda qolding. Biz issiq yotoqlarda yotganimizda doim seni o'yladik. Jonim meni. Oyijon. Canım bolam. Senga g'amxo'rlik qila olmadim. Och qolding. Men seni boqolmadim. Senga alla aytib uxlata olmadim. Qo'rqqaningda tasalli bera olmadim. Men Umut, men senga onalik qila olmadim. Onalik qila olmadim senga. Sendan nega xafa bo'laman, jonim meni? Men sendan nega xafa bo'laman? Nima uchun? Haqiqatmi bu? Tush emasmi? Haqiqatmi? Jonim, bolajonim. Umutimga yetishdim. Yetishdik. Nihoyat yetishdik. Akam uchrashtirdi bizni. Meni sizga olib keldi. Bir-birimizni topdik. Endi boshqa ayrilmaymiz. Oshxonaga kelganingda seni nega tanimadim? Ammo bilardim. Kelishingni, qaytishingni, oyi deyishingni bilardim jonim meni. Eslaysanmi o'sha kuni nima degandim? Umut tirik degandim, eslaysanmi? Hatto bir onga ham xayolimdan ketmading. Umutim meni. Jonim meni. Meni ham oilam doim xayolimda edi. Ammo qiyofangizni eslay olmasdim, yuzlaringizni bilmasdim. Ammo hozir taniyapman, sizni esladim. Mening akam bor ekan. Meni juda yaxshi ko'rar ekan. Mening onam bor ekan. Meni doim kutgan. Doim eslagan ekan. Oilam meni juda yaxshi ko'rar ekan. Shu on mendan baxtlisi yo'q. Shu qadar baxtlimanki, juda baxtliman.
Otangga buni qanday qilding? Yuring, uyimizga ketamiz. Ruxsat bormi, birodar? Demak, meni aldadinglar. Demak, o'yin qildinglar. Nima bo'ldi, Umid? Xayolimga bir narsa keldi. Siz shu yerda kuting. Xayolingga nima keldi, ha? Suv xola, sizmisiz? Men keldim, aylam. Ruxsat bormi? Nima ishing bor seni bu yerda? Nima, kela olmaymanmi? Mumkin emasmi? Albatta kela olmaysan. Qaysi yuz bilan eshigimiz tagiga kelding? Tinchlikmi? Seni nima ishing bor bu yerda, qo'zim? Bunisini ham hal qilamiz, Barish aka. Agar hozir ruxsat bersang, vaziyatni tushuntirib berardim. Ko'zim senda, bilaman. Bizni qayerdan topding? Ket! Hoy, jurnalist qiz, bunchalik jahling chiqmasin. Qayerdan bilay, balki kechira olarsan. Seni aslo kechirmayman. Bekorlarni aytibsan. Balki sen uchun kelmagandirman. Balki boshqa narsa uchun shu yerdadirman. Nima uchun ekan? Onamni ko'rdim. Onamni ko'rishga keldim. Nima deyapsan? Nima deb aljiryapsan? Kim ekan sen onang? Ha, sen ularni Fusun xola deysan, qo'shni qiz. Fusun xola nima bo'lyapti? Sarp, hech narsa demaysanmi? Demayman. Juda g'alatisizku. Bu yerdagi ishlar faqat menga g'alati tuyulyaptimi? Faqat men tushunmayapmanmi? Yo'q, opa, yolg'iz emassiz, to'g'risi. Men ham hech narsaga tushunmay turibman. Davud, manzilni yoz. Qancha odamimiz bo'lsa olib kel. Hammasi kelsin. Buni shunday qoldirmaymiz. Elim, o'tinaman. O'g'limdan jahling chiqmasin. Tushunmadim. Ha, Elim. Ukamni xafa qilma.
Siz meni jinni qilmoqchimisiz? Nima bo'lyapti? Elim. Bu Umar emas. Bu meni o'g'lim Umid. Umid deyishni juda yaxshi ko'raman. Akasi uni bizga olib keldi. Qanaqasiga? Sen chindan ham Umidmisan? Ha, Elim. Mening ismim Umid. Umid. Menman Eyim. Ammo qanday bo'ldi? Qanaqasiga bu? Ko'p narsa bo'ldi, Elim. Shuncha yildan keyin bir-birimizni topdik. Endi mening ismim Umid. Ukam. O'g'lim. Tezroq mashinalarga, tezroq. Ota chiqdik. Biz ketyapmiz. Bo'pti, tezroq keling. O'g'lim. Umidim. Endi yonimda. Yoningizda oyijon. Endi menga ishonasanmi? Ikki karra xursandman. Birinchisi Umidni topganimizga, ikkinchisi Umid sen ekaningga. Qizni xafa qilmaganmisan? Biroz xafa qilgan bo'lishim mumkin, aka. Qanday bo'ldi bu ish? Aytib bering. Hammasini aytib beraman. Ammo ruxsat bersang, Elim, shu onga to'yib olay. Senga qaray. Oyimga to'yib olay. Hammasi yomon tarafga ketayotganda shunday bo'ldi. Ha, Elim. Shunday bo'ldi. Ammo juda yaxshi bo'ldi. Endi bizni hech kim ayira olmaydi, jurnalist qiz. Ayira olmaydi, Mard. Voy, Umid. Umid. Endi yonimdasan. Kabobchi Jalolni oldiga boshqa bormaysan-a? Bu yerdan hech qayerga chiqish yo'q. Ota, bu yerga nega keldik? Sarp ichkaridami? Sarp ham boshqalari ham ichkarida. Ammo hech biri qaytib chiqmaydi. Oyi, ketishga majburmiz. Chala qolgan ishni bitirishimiz shart. Yo'q, ruxsat bermayman. Boshqa uning yoniga bormaysan. Boyjon, biz ukam bilan Umid bilan bir qarorga keldik.
Kabobchini bitirmasdan bizga huzur yo'q. Jalolni qamoqqa tiqmagunimizcha uni aslo tinch qo'ymaymiz. Qilgan ishlarining badalini to'latamiz. Shunday qoldirmaymiz. Meni sizdan ayirgani uchun javob beradi hali. Bir oilani buzgani uchun javob beradi. Men ham uni jazo olishini istayman. Eng ko'p shuni istayman. Ammo men endigina topdim seni. Yo'qota olmayman. Yo'q, oldiga bormaysan. Oyijon. Shunday qilishga majburmiz. Oyijon. Siz o'g'illaringizga ishoning. Bu ish endi bizning bo'ynimizdagi qarz bo'ldi. Ortga qaytib ketsak bo'lmaydi. Mayli. Jalolni jazosini bering. Ammo juda xatarli. Voz kechaylikmi? Bizga qilganlari, Bergan azobi. Yaxshi. Ammo ehtiyot bo'ling deyman, o'tinaman, o'zingizni asrang. Juda xatarli. Oyijon, xatar yo'q. Xatar nega yo'q? Chunki Jalol sizlarni topganimni bilmaydi. siz tashvishlanmang. Kabobchining ruhi ham sezmaydi. Aka, kimlardir to'g'ri uyimizga qarab kelyapti. Nima? Kim? Politsiyadir, men chaqirganman. Politsiyaning nima ishi bor bu yerda? Qayerdan chiqdi endi bular? Eshting, bu vaziyatda sizni yolg'iz qoldira olmasdim. Doim yoningizda bo'la olmaganim uchun politsiyani chaqirdim. Ularga hammasini ayting. Dovudni kelganini, u yerdan sizni men qutqarganimni. Bo'ptimi? Xo'p. Qani ketdik, Umid. Hozir aka. Ko'rishguncha jurnalist qiz. Bo'ldi yoshlar. Umid, yura qol, bo'l. Bo'ldi. Oyi, ko'rishguncha. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Ko'rishguncha Barish aka. Bu nima qilganingiz? 2 daqiqa ham Elen bilan yolg'iz qoldirmading-a? Darrov politsiyaga qo'ng'iroq qilsan. Bo'l. Uy! Ehtiyot bo'l, tentakmisan? Sevamizda aka, nima qilay? Ko'ra olmadingmi? To'g'risini aytaver, ha? Nimayni ko'ra olmayman. Oyim meni quchoqlaganlari uchun. Meni ko'proq yaxshi ko'rishlari aniq. Qani bo'l, yur. Endi meni ko'ra olmaydigan akam bor. Boshdan aytib qo'ya qolay. Kichik bo'lganim uchun menga hamma narsani qildira olmaysan. Ushla, men tentakman, o'zing hayda. Nima qilamiz ota? Nima qilamiz Dovud? Qaytamiz. Sarp uyda bo'lmasa kerak, qochgandir, politsiya uni qidirayotgandi. Ketiga tushing. Tushundim. Dovud. Shoshma. Bo'ldi, ketmang. Nima bo'ldi ota? Sarpni olishni juda oson yo'lini bilaman. O'z ayollari bilan yugurib keladi. Sarp bilan ukasini boshqachasiga olaman. Hozircha qushlarni qo'rqitib yubormaylik. Ukasimi? Ukasi kim? Sarpning ukasi bormi? Bor. Mert, uni ukasi. Anaqasiga. Hozir bu aka-ukalar birga bo'lib olishdi. Bizga choh qazishga harakat qilishyapti. Hali bilmaydilarki, kabobchi Jalol ularni yo'q qilishini. Chunki bilganimni bilishmaydi.
Hozircha ularga tegmayman. Yana biroz osmonlarda uchib yuraverishsin. Yotoqlarda bo'g'aman ularni. O'sha Fusun bolalariga to'y olmaydi. Umutni diydoriga to'yishga ham ulgurmaydi. To'y olmaydi umutga. Qani mashinalarga. Jalol qo'ng'iroq qilyapti. Eshitaman ota. O'g'ilginam, Mert. Buyuring ota. Qayerlarda yuribsan, a? Aylanib kelishga chiqqandim ota. Biror gap bo'ldimi? Yo'q. Sen kel. İşimiz bor. Xo'p, boraman, ammo ovozingiz g'alati eshitilyapti. Hech gap yo'q, shundaymi? Hech gap yo'q, o'g'lim. Sen kel. Otangga keraksan. Mayli ota. Nima ekan dardi? Tushunmadim. Borib bilaman. Qani kel menga umut. Qani oxiriga kel. Men shu yerda tushaman, aka. Ehtiyot bo'l. Xo'p, xavotir olmang. Kabobchi menda. Nihoyat oying bilan uchrashding. Oyim meni ko'rganidan xursand bo'lganmikan? Tentakmisan? Oyim shu kunni ko'rish uchun yashadi. Allohga shukr. Seni ularning yoniga olib bora oldim. Allohga shukr. Mayli bo'pti, men bora qolay. Qani ko'raylikchi kabobchini dardi nima ekan. Bo'pti, xabarlashamiz. Gap nimadaligini bilishim bilan qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi. Ko'rishguncha. Senga bir savol, Davud. Marhamat otam. Modomiki ikkisi birga harakat qilayotgan ekan, o'ynayotgan ekan, nega menga tegishmadi? Hech narsani sezdirishmadi. Jinursin. Otam. Yoki bular ikkisi sizni panjara ortiga tiqmoqchimilar? Aka-uka o'zlaricha meni qamoqqa tiqishmoqchi. Kimsiz o'zi? Kechagi yosh bolasizlar-ku. Hech kim meni qamoqqa tiqolmaydi. Hech kim meni o'sha teshikka tiqolmaydi. Hammasini ko'raman. Ota, bir narsaga aqlim yetmayapti. Sarpning ukasini sizda nima ishi bor? Bularning otasi mening odamim edi. Metin qamoqqa tushgandan keyin
meni politsiyaga sotishi mumkin edi. Men ham bolalaridan birini oldim, ovozini o'chirish uchun. Birini men boqaman dedim. Mertni oldim. Unga otalik qildim, katta qildim. Malak ham Mertni juda yaxshi ko'rardi. Men ham o'z o'g'limdek yaxshi ko'rdim. Ammo hozir bu ikkisi aka-uka bir bo'lib menga o'yin o'ynashga harakat qilishyapti. Hamma sen kabi sodiq emas, Davud. Muammo bormi, Davud? Gapir. Yo'q ota. Muammo yo'q. Jalol otam, qalaysiz? Seni ko'rib yaxshiroq bo'ldim. O'g'lim, Minnatdorman, jonim qurbon. Nima masala edi? yur, qani yur. Ichkariga kiramiz. O'sha yerda gaplashamiz. Kel o'tir o'g'lim. Ota, aytmaysizmi? Juda sirli gapiryapsiz. Bo'lar ish bo'ldi, Mert. Aytamiz, shoshma, sabr qil. Sizni hech bunday ko'rmagandim. Bir narsadan qattiq his qilganingiz aniq. Otangni juda yaxshi bilasan, shundaymi? Darrov sezasan, tushunasan meni. Sizni mendan ko'ra kim yaxshiroq biladi? Shuncha yildan beri birgamiz. Nimadan g'azablanasiz, nega kulasiz? Juda yaxshi bilaman. Siz haqingizda shu kungacha hech ham adashmadim. Bir gap bor sizda. Bor. Bor. Jalol ota, bir masala bor. Hozir bo'lmaydi, mening ishimiz bor, fursat emas. Ammo juda muhim ota, buni bilishingiz kerak. Hozir emas desam, hozir emas, jim bo'l. Tashqariga chiq. Ota, Yeshim yangi qochibdi. Sen nimalar deyapsan? Ushlab turgan dala hovlimizdan qochibdi. Men sizni qilayotgan ishingizga tupurdim. Bitta xotini ham eplolmadingiz. Nima ishingiz bor? Eshigim tagida. Minik, qanday bo'ldi bu ish, gapir. Dada, nima bo'lyapti? Hech gap yo'q, Mustafa, hech gap yo'q. Xayrli kech, xush kelibsiz. Xayrli kech. Bakni to'ldir. Bir daqiqa. Boshqa choram yo'q. Boshqa choram yo'q.
Salom do'stlar. Sevimli seriallaringizni birinchilardan bo'lib tomosha qilishni istaysizmi? Unday bo'lsa, Dublyaj.uz kanaliga a'zo bo'ling. youtube.com/Dublyaj.uz. Biz sizni kutamiz. Kanalga o'tuvchi manzilni video tagida ham qoldiramiz.